Donfen 008 restoraning avtomobilimizning ishini tugatdik. Bitta ko'rasizlar. Oldi orqa baravar ishlaydigan ekran launcherlarni uстановка qilib berganmiz. Hozir olddan yoqilgan olddan boshqariladi, orqadan yoqsa orqadan boshqariladi, oldin o'zini. Hamma narsa приложение bor. Kerakli bo'lgan hamma narsamiz bor. Bu yerda ham YouTube, televizor, hamma narsani ishlatsalar bo'ladi o'zlari uchun. Old tomoniga o'tadigan bo'lsa, tablolari ham to'laqonli ruschaga o'girilgan, ogohlantiruvchi signallarning hammasini o'rchada gapiradi. Главный monitorda ham qotmaydigan YouTube'lari to'laqonli rus tiliga o'tkazib berilgan, sifatlari ideal buni, qotmay ishlaydi. Undan tashqari приложение kerakli bo'lgan barcha приложениyalar yozib berildi va albatta Play Marketlari bilan. Mabodo o'zlariga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, Play Marketdan ko'chirib ishlatishlari ham mumkin. Qisqasini aytganda hamma ishlarni ideal qilib berdi. Sizlarga ham shu xizmatimiz qiziq bo'lsa, Ustuning Proga murojaat qiling, ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.